Eron milliy terma jamoasi AQShning Yaqin Sharq mamlakatlariga nisbatan yuritayotgan tajovuzkor siyosati sababli 2026-yilgi Jahon chempionatida ishtirok etishdan voz kechishi mumkin. Bu haqda Marca nashri xabar bermoqda. Manbaga ko'ra, mintaqadagi vaziyat 28-fevral kuni Isroil tomonidan Eronga berilgan preventiv zarbadan so'ng keskin tus oldi. Oradan ko'p o'tmay AQSh prezidenti Donald Tramp keng ko'lamli harbiy operatsiya boshlanganini e'lon qildi. Rasmiy Tehron ushbu harakatlarga javoban Isroil hududi va mintaqadagi Amerika harbiy bazalariga raketa zarbalarini yo'lladi. Eslatib o'tamiz, Eron milliy terma jamoasi mundial saralashdan muvaffaqiyatli o'tib, G guruhidan joy olgandi. Mazkur guruhda forslar Belgiya, Misr va Yangi Zelandiya vakillari bilan kuch sinashi lozim. Rejaga ko'ra, Eron ishtirokidagi guruh bosqichining barcha uchrashuvlari AQSh hududida o'tkazilishi belgilangan. Ma'lumot uchun 2026-yilgi Jahon chempionati joriy yozda AQSh, Kanada va Meksika maydonlarida bo'lib o'tadi. Musobaqaning amaldagi g'olibi Argentina milliy jamoasi hisoblanadi. Osiyo futbol konfederatsiyasi mintaqaviy chempionlar ligasining Abu Dabi, Dubay va Doha shaharlarida bo'lib o'tishi rejalashtirilgan bahslari qoldirilganini rasman e'lon qildi. Ushbu qarorga Eron, AQSh va Isroil o'rtasidagi harbiy mojarolarning keskinlashuvi sabab bo'lgan. Ma'lum qilinishicha, Eron tomonidan yo'llanayotgan zarbalar Amerika harbiy bazalari joylashgan qo'shni davlatlar hududlariga ham ta'sir ko'rsatmoqda. OFK ushbu tez sur'atlar bilan o'zgarib borayotgan vaziyatni diqqat bilan kuzatishda davom etadi hamda barcha o'yinchilar, jamoalar, rasmiy shaxslar va muxlislar xavfsizligini ta'minlash masalasida qat'iy pozitsiyada qoladi, deyiladi konfederatsiya bayonotida. Dastlabki rejaga ko'ra, uchrashuvlar 2 va 3 mart kunlari bo'lib o'tishi kerak edi. O'yinlarning yangi sanalari yoki o'tkazilish joylari hozircha noma'lum. OFK bu borada vaziyat tahlilidan kelib chiqib, qo'shimcha ma'lumot berishini ta'kidlagan.